akam ham gapirib chiqibdi bu narsani, hozir ko'rib qoldim. Haqiqatan yosh bayslar, yosh sportchilar, o'sib kelayotgan bolalar $100, $200, $500 beradigan narsaga uchib o'tib, aytgan videosiga tushib nima qilsa, gapiriladigan gaplar, dokazat qilib qo'yadigan narsalar juda ko'p. Prosta u narsalarni qo'yib kerak emas. O'shaning uchun raz yordam bermoqchi bo'lsalaring, aka, kreditlarni to'lab yopib, o'sha bolani sportga qaytaringlar. Bechara bola ham trenovka qilib, ham sportda yuribdi. Bu juda og'ir narsa bu narsa. Tem bo'li otasi minib yurgan mashina ertaga to'lanmay qolsa, otasiga telefon qiladi, kredit bankka boradi uyiga. U yaxshi narsa emas. Agar rozman yordam bermoqchi bo'lsalaring, hozirga aytib o'tganimdek, o'sha shuncha kasallar bor, o'sha kasallarga yordam beringlar. Agarja topolmaydigan bo'lsalaring, aytsalaring, biz o'zimiz topib beramiz shunaqa odamlarni. Ular даже 100 ming so'mga zor odamlar bor. Unaqa qilib, hayplar yig'ishtiringlar. Yaxshi ish qilmayapsizlar.